Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim mavzuni gaplashaman. Pensiya guvohnomasi faqat men pensionerman degan oddiy qog'oz yoki plastik karta emas. Ko'pchilik uni sandiqda, papkada yoki hamyonning bir chetida olib yuradi, lekin uning o'rtada bir nechta yashirin imkoniyatlar borligini bilmaydi. Natijada odamlar o'zlariga tegishli imtiyozlardan foydalanmaydi, ortiqcha pul to'laydi. Navbatlarda qiynaladi yoki hujjatlarni noto'g'ri rasmiylashtirib oylar davomida sarson bo'ladi. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Siz pensioner bo'lsangiz ham, ota-onangiz, buyingiz, bobongiz, turmush o'rtog'ingiz yoki nogironligi bo'lgan yaqinlaringiz bo'lsa ham albatta bilishingiz kerak. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men pensiya guvohnomasining odamlar kam gapiradigan do'qqita imkoniyatini, qayerda ehtiyot bo'lish kerakligini va amalda nima qilish lozimligini batafsil tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday huquqiy va ijtimoiy ma'lumotlar vaqtida yetib borsa, kimningdir puli, vaqti va asabi saqlanib qoladi. Avvallari pensiya guvohnomasi ko'proq oddiy tasdiqlovchi hujjat sifatida ko'rilardi. Pensioner odam kerak bo'lsa, pensiya bo'limiga borardi, qog'oz olib kelardi, tashkilotga ko'rsatardi. Keyin yana boshqa idoraga borardi. Har bir joy alohida ma'lumotnoma so'rardi. Pensiya olishingizni tasdiqlang, nogironlik guruhingizni ko'rsating, yosh bo'yicha pensioner ekaningizni isbotlang. Bu esa ayniqsa yoshi katta odamlar uchun juda og'ir jarayon edi. Hozir esa vaziyat asta-sekin o'zgargan. Ko'plab ma'lumotlar elektron tizimlarda ko'rinadi. Bank kartalari orqali pensiya olinadi. Davlat xizmatlari markazlari, mahalla ijtimoiy himoya tizimlari, tibbiyot muassasalari va ayrim xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar pensioner maqomini tekshira oladi. Lekin muammo shundaki, tizim o'zgargani bilan odamlarning xabardorligi unchalik tez o'zgarmayapti. Ko'pchilik menga hech narsa tegmaydi, bu faqat nogironlarga, bu faqat urush qatnashchilariga, buni olish uchun tanish kerak deb o'ylaydi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Bir kishi 3 yil davomida kommunal to'lov bo'yicha mumkin bo'lgan yengillikni so'ramagan. Boshqa bir onaxon transportda chegirma borligini bilmay, har kuni to'liq to'lagan. Yana bir pensioner dori-darmon bo'yicha bepul yoki imtiyozli ro'yxat mavjudligini eshitmagan. Shuning uchun bugun asosiy fikr bitta. Pensiya guvohnomasi o'zi avtomatik mo'jiza yaratmaydi. Lekin u sizning maqomingizni tasdiqlovchi kalit. Shu kalitni qayerda va qanday ishlatishni bilsangiz, real foyda ko'rasiz. Pensiya guvohnomasi sizga ko'plab idoralarda men pensiya olaman deb qayta-qayta tushuntirishning oldini oladi. Masalan, subsidiya, ijtimoiy yordam, sanatoriy yo'llanmasi, parvarish bo'yicha hujjatlar. Ayrim mahalla tavsiyalari yoki arizalarda pensioner maqomi muhim bo'ladi. Agar sizda guvohnoma bo'lsa, mas'ul xodim sizning holatingizni aniqroq ko'radi. Oddiy misol. 68 yoshli otaxon uyini ta'mirlashga yordam so'rab mahallaga murojaat qiladi. U men pensionerman deydi, lekin hujjat olib kelmagani uchun ariza to'liq rasmiylashtirilmaydi. Ertasi kuni pensiya guvohnomasi, pasporti va pensiya tushadigan karta ma'lumotlarini olib keladi. Shundan keyin ish tezlashadi. Bu yerda guvohnoma pul bermaydi, lekin jarayonni ochib beradi. Ko'p odam aynan shu joyda yutqazadi. Hujjat yo'q, ariza chala. Natija kechikadi. Hamma pensionerga bir xil kommunal chegirma bor deb o'ylash noto'g'ri. Lekin ayrim toifalar, masalan, nogironligi bo'lgan pensionerlar, yolg'iz keksalar, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar, alohida maqomga ega shaxslar uchun hududiy yoki qonunchilikda belgilangan yengilliklar bo'lishi mumkin. Elektr, gaz, suv, chiqindi, isitish bo'yicha to'lovlarda imtiyozlar har doim ham avtomatik ulanmaydi. Ba'zida ariza berish, ro'yxatga turish, yashash manzilini tasdiqlash talab qilinadi. Misol uchun, bir pensioner ayol yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 1 million 200 ming so'm atrofida, qishda gaz va elektr xarajati 500 lira 600 ming so'mgacha chiqadi. U hamma shunday to'laydi deb yuradi. Lekin mahallada ijtimoiy daftarlar, yordam dasturlari yoki kompensatsiya tartiblari borligini tekshirsa, ayrim davrlarda yordam olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Bu kafolatlangan degani emas. Lekin tekshirmaslik eng katta xato. Pensiya guvohnomasi bunday murojaatda asosiy hujjatlardan biri bo'ladi. Pensionerlar uchun tibbiyot masalasi eng og'riqli mavzu. Guvohnoma poliklinikada, shifoxonada, dispanser nazoratida, dori olishda yoki yo'llanma rasmiylashtirishda kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa surunkali kasalligi bor, nogironligi bo'lgan, yurak qon tomir, diabet, bosim ko'z, bosim kasalliklari bilan
Ro'yxatda turgan odamlar o'z maqomini to'g'ri ko'rsatishi kerak. Masalan, 72 yoshli bemorda qandli diabet bor. U dori sotib olishga oyiga 300-400 ming so'm sarflaydi. Poliklinikada shifokor bilan suhbatda u o'zining pensioner ekanini, diabet bo'yicha ro'yxatda turishini, nogironlik guruhi bor yo'qligini aniq aytsa ayrim dori vositalari, tahlillar yoki mutaxassis ko'rgiga yo'llanma bo'yicha imkoniyatlar ochilishi mumkin. Men bu yerda hamma dori bepul beriladi demayman, lekin ko'p holatda odamlar so'ramagan uchun ham olishmaydi. Shifokorga menga pensioner sifatida qanday imtiyozlar bor? Ro'yxatda turishim kerakmi? Bepul dori ro'yxati bormi? deb aniq savol berish zarur. Transport bo'yicha imtiyozlar hududga, transport turiga va shaxsning toifasiga qarab farq qiladi. Ba'zi joylarda ayrim pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar yoki maxsus maqom egalari uchun jamoat transportida bepul yoki imtiyozli yurish tartiblari bo'lishi mumkin. Temir yo'l, avtobus, shahar transporti, ba'zi sanatoriy yo'llanmalarida borish-kelish xarajatlari masalasini alohida so'rash kerak. Real vaziyat: bir bu har oy tuman markazidagi shifoxonaga 4 marta qatnaydi. Har safar yo'lga 25 ming so'mdan ketadi. Oyiga 100 ming so'm, yiliga 1 million 200 ming so'm. Agar u o'z toifasi bo'yicha transport yengilligi bor yo'qligini aniqlasa, hatto qisman chegirma ham katta yordam bo'ladi. Pensiya guvohnomasi, nogironlik ma'lumotnomasi, shaxsni tasdiqlovchi hujjat birga bo'lsa, nazoratchi yoki kassada ortiqcha tortishuv kamayadi. Pensiya kartaga tushadi. Lekin ko'pchilik bank xizmatlarini to'liq tushunmaydi. Qaysi bankomatdan pul yesa komissiya olinadi? SMS xabarnoma pullikmi? Karta muddati tugasa nima bo'ladi? Karta yo'qolsa pensiya qayerga tushadi? Ishonchnoma bilan kim olishi mumkin? Pensiya guvohnomasi bankda pensiya oluvchi maqomingizni tasdiqlashda yordam beradi. Ayniqsa karta almashtirish, hisobni tiklash, vakil orqali muomala qilishda. Misol, otaxonning kartasi muddati tugagan, lekin u buni bilmaydi. Pensiya tushgan, ammo karta ishlamaydi. U bozorda pul yechmoqchi bo'ladi, bankomat qaytaradi. Keyin pensiyam kelmadi deb o'ylaydi. Aslida pensiya hisobda turibdi. Bankka pasport, pensiya guvohnomasi eski karta bilan borsa, yangi karta ochiladi. Bu juda oddiy masala, lekin hujjatlar tayyor bo'lmasa, kishi 2-3 marta qatnaydi. Men doim aytaman, karta muddati, bank ilovasi, telefon raqamiga ulangan SMS, PIN, kod xavfsizligi, bular pensioner uchun ham muhim. Ko'plab keksalar sanatoriyga borish faqat boylar uchun deb o'ylaydi. Aslida ayrim toifadagi pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, mehnat faxriylari, surunkali kasalligi bor bemorlar uchun yo'llanma olish tartiblari mavjud bo'lishi mumkin. Bu jarayon tibbiy xulosa, navbat, mahalla yoki ijtimoiy himoya organlari bilan bog'liq bo'ladi. Pensiya guvohnomasi bu yerda ham shaxsning maqomini tasdiqlaydi. Masalan, 15 yoshli ayolda bo'g'im kasalligi bor, yurishi qiyinlashgan. U har oy ukol va mazga pul sarflaydi. Shifokor unga reabilitatsiya, fizioterapiya yoki sanatoriy tavsiya qilishi mumkin. Lekin ayol men bunday narsani ololmayman deb umuman murojaat qilmaydi. To'g'ri yo'l nima? Oilaviy shifokorga borish, tashxis va tibbiy ko'rsatmani aniqlash. Keyin mas'ul tashkilotdan yo'llanma tartibini so'rash. Bu jarayonda pensiya guvohnomasi, pasport, tibbiy karta, nogironlik bo'lsa tegishli hujjatlar kerak bo'ladi. Pensiya guvohnomasi nafaqat imtiyoz, balki huquqiy jarayonlarda ham foydali. Masalan, ishonchnoma berish, pensiyani boshqa odam orqali olish, meros ishlarida oila a'zolarining moddiy ahvolini ko'rsatish, sudga ariza berishda davlat boji bo'yicha yengillik so'rash. Aliment yoki parvarish masalalarida pensionerlik maqomini tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin. Hayotiy misol, onaxon yura olmaydi, pensiyasini o'g'li olib keladi. Lekin bank yoki pochta ishonchnoma kerak deydi. Oila shunchaki o'g'lim-ku deb o'ylaydi. Qonuniy tartibda esa vakolat bo'lishi kerak. Notarius yoki tegishli tartibda ishonchnoma rasmiylashtiriladi. Agar onaxonning shaxsini, pensiya olishini, sog'lig'i va yashash holatini tasdiqlovchi hujjatlar tayyor bo'lsa, jarayon ancha osonlashadi. Bu yerda eng katta xato kartani, PIN kodni hammaga berib qo'yish. Men buni qat'iy tavsiya qilmayman. Ishonchli farzand bo'lsa ham huquqiy tartib bo'lishi kerak. Pensionerlikning o'zi har doim yordam olish kafolat emas. Lekin kam ta'minlanganlik, yolg'izlik, nogironlik, kasallik, uy-joy sharoiti og'irligi bilan birga ko'rilsa, bu muhim omilga aylanadi. Mahalla, ijtimoiy xodim, hokimlik yoki boshqa mas'ul organlar arizani ko'rib chiqayotganda pensionerning daromadi,
xarajati oilaviy holati parvarishga muhtojlik hisobga olinadi. Masalan, pensioner er-xotin bor. Ikkalasining pensiyasi jami 2 million 600 ming so'm. Lekin biri og'ir kasal, dori xarajati oyiga 900 ming so'm. Uyda isitish muammosi bor, tomidan suv o'tadi. Qog'ozda daromad bor ko'rinadi, lekin real hayotda xarajat juda katta. Shunday paytda ariza oddiy yordam bering deb emas, aniq yozilishi kerak. Pensiya miqdori, dori xarajati, kommunal to'lov, kasallik hujjati, yashash sharoiti, kim bilan yashashi. Pensiya guvohnomasi shu paketning bir qismi bo'ladi. Bu eng kam gapiriladigan, lekin eng muhim imkoniyat. Pensiya guvohnomasi sizga o'z maqomingizni rasmiy ko'rsatadi. Kimdir sizga hech narsa tegmaydi, hujjat kerak emas. Menga kartangizni bering, o'zim hal qilaman. Pensiyangizni ko'paytirib beraman desa, ehtiyot bo'ling. Bugun pensionerlar firibgarlar uchun eng zaif guruhlardan biri. Telefon orqali bankdanmiz ijtimoiy yordam chiqdi. Kod ayting, kartangizni tasdiqlang degan qo'ng'iroqlar ko'p. Men ekspert sifatida aniq aytaman. Hech qachon karta raqami, amal qilish muddati, SMS kod, PIN kodni begona odamga aytmang. Pensiya guvohnomasining nusxasini ham har kimga bermang. Agar biror yordam yoki imtiyoz va'da qilinsa, rasmiy idoraga boring, davlat xizmatlari markazidan, mahalladan, bankning rasmiy bo'limidan so'rang. Guvohnoma sizga men huquqimni bilaman, rasmiy javob bering deyish imkonini beradi. Eng avvalo, yolg'iz yashaydigan pensionerlar albatta o'z hujjatlarini tartibga solishi kerak. Chunki ularda favqulodda vaziyatda kim yuguradi, kim hujjat topadi, kim shifokorga ko'rsatadi. Bu masala doim ham aniq emas. Ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan pensionerlar. Sizda pensiya guvohnomasi bilan birga nogironlikni tasdiqlovchi hujjatlar ham tayyor turishi kerak. Uchinchi guruh dori xarajati katta, tez-tez shifoxonaga qatnaydigan keksalar. To'rtinchi guruh kartadan foydalanishni yaxshi bilmaydigan, bankomatdan qo'rqadigan, telefoniga kelgan SMSni tushunmaydigan odamlar. Kim unchalik xavotir olmasa bo'ladi. Agar sizning hujjatlaringiz to'liq, karta ishlayapti. Mahalla va poliklinika ro'yxatida borligingiz aniq, imtiyozlaringizni tekshirgan bo'lsangiz, faqat vaqti bilan yangiliklarni kuzatib boring. Lekin menda hammasi joyida degan gap ham ba'zan aldamchi bo'ladi. Masalan, karta muddati tugashiga 1 oy qolganini ko'rmasangiz, keyingi oy mum chiqadi. Yoki pasportdagi manzil boshqa, yashayotgan manzil boshqa bo'lsa, ayrim yordamlar bo'yicha tushunmovchilik paydo bo'ladi. Birinchi nozik nuqta. Pensiya guvohnomasi borligi barcha imtiyozlarni avtomatik beradi degani emas. Ko'p imtiyozlar toifa, daromad, sog'liq holati, yashash manzili yoki alohida arizaga bog'liq. Shuning uchun qo'shnim oldi. Men ham olaman yoki qo'shnim olmadi, demak menga ham yo'q deb xulosa qilmang. Ikkinchi nozik nuqta. Hududlar bo'yicha amaliyot farq qilishi mumkin. Bir tumanda mahalla xodimi faol tushuntiradi, boshqasida odam o'zi so'ramasa, hech kim aytmaydi. Bu adolatsiz tuyulishi mumkin, lekin amalda shunday holatlar uchraydi. Shuning uchun sizning eng kuchli qurolingiz yozma ariza va rasmiy javob talab qilish. Uchinchi tuzoq, hujjat nusxalarini ko'paytirib har kimga tarqatish. Ba'zan imtiyoz chiqaramiz deb pasport, guvohnoma, karta nusxasini yig'ib yuradigan odamlar uchraydi. Rasmiy tashkilot bo'lmasa ehtiyot bo'ling. Nusxa ustiga faqat falon tashkilotga taqdim etish uchun deb yozib qo'yish ham xavfsizlikni oshiradi. To'rtinchi nozik nuqta. Pensiya miqdori bilan real ehtiyoj aralashtirib yuboriladi. Masalan, odam 1 million 800 ming so'm pensiya oladi, lekin oyiga 700 ming so'm dori oladi. 400 ming kommunal to'laydi. Qolganiga ovqat va yo'l xarajati qoladi. Arizada buni ko'rsatmasangiz, tashqaridan qaraganda daromadi bor deb ko'rinadi. Shuning uchun xarajatlarni hujjat bilan tasdiqlash juda muhim. 5-tuzoq, farzandlar ota-onamga hech narsa kerak emas deb o'ylashi. Keksalar ko'pincha uyaladi, so'ramaydi. Bolalarimni ovora qilmay deydi. Lekin farzand sifatida siz bir marta ularning guvohnomasi, pasporti, karta muddati, poliklinika ro'yxati, imtiyozlar masalasini tekshirib bersangiz, katta savob ham, katta amaliy yordam ham bo'ladi. Birinchi qadam, hujjat papkasini tayyorlang. Unda pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi, pensiya kartasi haqidagi bank ma'lumotlari, nogironlik bo'lsa tasdiqlovchi hujjat. Tibbiy xulosalar, doimiy ichiladigan dorilar ro'yxati, kommunal to'lov kvitansiyalar bo'lsin. As hujjatlarni alohida, nusxalarni alohida saqlang. Ikkinchi qadam, mahallaga boring yoki ijtimoiy xodim bilan gaplashing. Savolni umumiy bermang. Menga nima bor desangiz,
Javob ham umumiy bo'ladi. Aniq so'rang. Men yosh bo'yicha pensionerman, yolg'iz yashayman. Kommunal xarajatim shuncha, dori xarajatim shuncha. Xos yordam yoki imtiyozlarni tekshirishim mumkin. Agar javob og'zaki bo'lsa va siz rozi bo'lmasangiz, yozma ariza bering. 3-qadam. Poliklinikada oilaviy shifokor bilan alohida suhbat qiling. Men pensionerman. Mana guvohnomam. Mening kasalligim bo'yicha bepul tekshiruv, imtiyozli dori, dispanser nazorati, sanatoriy yoki reabilitatsiya yo'llanmasi imkoniyati bormi deb so'rang. Shifokordan kerakli ro'yxat va yo'llanma tartibini yozib berishni iltimos qiling. 4-qadam bank kartasini tekshiring. Karta muddati qachon tugaydi? Telefon raqamingiz to'g'ri ulanganmi? Begona odam ilovaga kira olmaydimi? SMS kodlarini kimdir bilmaydimi? Hammasini aniqlang. Agar ota-onangiz karta ishlatishni bilmasa, ularga tushuntiring, lekin PIN kodni siz ham majburan so'ramang. Eng to'g'risi xavfsiz tartibda yordam berish. 5-qadam. Davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Agar pensiya guvohnomasi yo'qolgan bo'lsa, ma'lumotlar xato bo'lsa, familiya o'zgargan bo'lsa, yashash manzili almashgan bo'lsa, rasmiy tartibda tiklash yoki yangilash masalasini so'rang. Hujjatdagi kichik xato keyinchalik katta muammoga aylanishi mumkin. 6-qadam. Har bir murojaatda nusxa va qayd qoldiring. Ariza topshirsangiz, kirim raqamini oling. Kimga, qachon, nima masalada murojaat qilganingizni yozib boring. Bu oddiy daftar bo'lsa ham bo'ladi. Chunki kelasi hafta keling degan gaplar orasida oylar o'tib ketmasligi kerak. 7-qadam. Oilada mas'ul odam belgilang. Agar pensionerning o'zi yura olmasa, farzandlar orasidan bittasi hujjatlar, bank, shifokor, mahalla bilan shug'ullanishi kerak. Aks holda hamma boshqasi qiladi deb yuradi, oxirida hech kim qilmaydi. Bugun men sizga pensiya guvohnomasi shunchaki hujjat emasligini tushuntirdim. U davlat xizmatlari maqomini tasdiqlash, kommunal yengilliklarni tekshirish, tibbiy xizmatlardan to'g'ri foydalanish, transport xarajatlarini kamaytirish, bank muammolarini hal qilish, sanatoriy va reabilitatsiyaga murojaat qilish, huquqiy ishlarni tartibga solish, ijtimoiy yordam olish va firibgarlikdan himoyalanish uchun muhim kalit bo'lishi mumkin. Eng asosiy gap, hech narsani taxmin qilmang, albatta tekshiring. Menga tegmaydi deb yurish ko'pincha odamni o'z haqqidan mahrum qiladi. Hujjatlaringizni tartibga soling, savollarni aniq bering, yozma ariza qoldiring va rasmiy javob talab qiling. Agar ota-onangiz yoki yaqinlaringiz pensioner bo'lsa, bugunoq ularning pensiya guvohnomasi kartasi, tibbiy hujjatlar va imtiyozlarni birga tekshirib chiqing. Sizda pensiya guvohnomasi orqali foydalangan imtiyoz yoki aksincha duch kelgan muammo bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalarga ham foydasi tegadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, mahalladagi tanish pensionerlarga yuboring. Chunki ba'zan bitta to'g'ri ma'lumot bir oilaning oyma-oy xarajatini kamaytiradi va keksalarning hayotini ancha yengillashtiradi.